2025-yil men uchun omadli edi. Bu yil oltin medal bilan bitta 3-o'rin oldim. Shu zo'r. Qisqacha qilib aytganda, institut tomonidan azoblandim. Amazonchilar uchun prime сезон logistika tushunadi. 2025 год прошел очень интересно. Ну, еще как можно писать, очень быстро пролетел. Новые друзья, новые знакомства. Было очень весело. 2025-yil ko'p qizlarga tegib ketdi. Nima deysiz boshqa? 2025-yil ashi udar yil bo'ldi. Erishmagan narsalarimga erishdim. Past baland joylari bo'ldi. Asosiy yutuqlarga ham erishdim. Prava bilan mashina oldim. Barakatli yil bo'ldi va yutuqlarga boy yil bo'ldi. Bu yil men uchun o'rganish yili bo'ldi. 2025-yil men uchun eng yaxshi yil bo'ldi. 2026-yil hammalarga omad keltirsin. 2025-yil menga 2,5 million prosmotr olib berdi Instagram. Bir xilgi payt juda ham omadsiz bo'ldi va omadli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yil ham uylana olmadim. Qisqacha aytganda faqat o'qidim, qizim bor, Ayza degan vaqtimni o'shamda o'tkazdim. Bu yil zo'r yil bo'ldi, chunki imtihondan o'tdim. Mana shu 2025-yil yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. To'kin sochin bo'ldi. Nasib 2026 hammaga barakali kelsin, hamma yaxshi kayfiyatda o'ynab kulib yursin. Hech kim kasal bo'lmasin.